Joriy yilning sentyabr oyida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tashabbusi bilan respublika bo'ylab xavfsiz kibermakon shiori ostida tezkor profilaktik targ'ibot oyligi o'tkazilmoqda. Shu munosabat bilan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi hamda Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi hamkorligida Andijon davlat tibbiyot instituti akademik litseyida keng ko'lamli targ'ibot tadbiri tashkil etildi. Tadbirda ichki ishlar organlari xodimlari, ta'lim muassasasi o'qituvchilari va o'quvchilari, shuningdek sohaning tegishli mutaxassislari ishtirok etdi. Unda kiberxavfsizlik, internetdan foydalanish madaniyati, noqonuniy axborot tarqatilishi va uning oqibatlari, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish kabi dolzarb masalalar yuzasidan atroflicha tushuntirishlar berildi. Andijon davlat tibbiyot instituti akademik litseyida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlar kelib, ijtimoiy tarmoqlar orqali kiberxavfsizlik to'g'risida tushunchalar berishdi. Har xil ma'lumotlarga ega bo'ldik, o'zimizga chuqur bilim oldik. Kelgusida bunday kiber jinoyatlardan saqlanishga hamda ularga aldanib qolmaslikka harakat qilamiz. Tadbirning asosiy maqsadi yoshlarda kiberxavfsizlikka oid xabardorlikni oshirish, ularni internetdagi tahdidlardan himoya qilishga qaratilgan ongli munosabatni shakllantirishdir. Bu kabi targ'ibot tadbirlari oylik doirasida viloyatning boshqa ta'lim muassasalarida ham davom ettirilishi rejalashtirilgan.